o'zi besh barmoq bilan shilpildoq degan so'z ham bor-da. O'zi nima farqi bor? Besh barmoq, shilpildoq. Voy, mana qazilarni qaranglar, islom xorma endi. Mana shu besh barmoqlar hozir bizani 150-180 kilometrdan Qozog'istondan kelib, Bekosiyoga shilpildoqga kelishyapti-da, ya'ni besh barmoqga. Armanlar keldi, mana Ozarbayjondan kelishdi, hashla ichishga, istoriyalarda ko'rgan bo'lsanglar, qo'ydik hammasini. O'zi aslida qozoqcha besh barmoq bilan o'zbekcha besh barmoqning nima farqi bor? Men masalan Almataga, Astonaga borgan paytlarimda qozoqcha besh barmoq yeganman. Ya'ni qozoqlarda xamirini qalinroq qilib, ko'proq qilib suzishadi-da. Misol 6 kishilik xamirga 20 kishilik go'shtni solishadi. Ustida go'shtlari, qartalari, qazilari shunaqangi bo'ladiki, endi uni olib mana bunaqa pichoqda ham, qoshuqda ham o'yib, qani keks yeganda yeysiz-da. Bizda Toshkentda besh barmoq mana shunaqa stilda bo'ladi. Ya'ni 4 ta xamirini tashiydi, ustiga parray qilib go'shtlarini kesib, kartoshka, sabzilari, qoqlari, no'xatlari. Ya'ni buni endi ko'p milliy taomda ham hamma joyda qilavermaydi. Bu aynan Bekosiyocha shilpildoq shunaqa bo'ladi. Chunki kommentariyallarimizda qozoqlar yozishadi-da. "Voy, besh barmoq unday bo'lmaydi" deydi. Nega bo'lmaydi? Bu bizda Toshkentda shunaqa. Qozog'istonda boshqacha. O'zi besh barmoq Qirg'izistonda ham bor, Qozog'istonda ham bor, O'zbekistonda ham bor. Ya'ni biz mana shu turkiy millat xalqlarimizda biz bitta millatmiz-da. Shuning uchun faqat tayinlanishida ozgina farqi bo'lishi mumkin. Qirg'izlarda somoncha qilib, ana noringa o'xshab to'ralab shilpildoq qilinsa, qozoqlarda xamirlari katta yoy bo'lsa, bizda to'rtta shunaqa kichkina to'rtburchak qilib xamirlarni tashiymiz. O'zi besh barmoq bilan shilpildoq degan so'z ham bor-da. O'zi nima farqi bor? Besh barmoq, shilpildoq. Shilpildoq ilgari Toshkentda qilinganda, mana shu mol go'shti, ot go'shtini farshi bor, qiymasi. Ustiga xamir ustiga quyilgan, keyin uni kartoshka, sabzilari bilan shunaqa qilinganda yeyilgan. Endi mana hozir milliy taomlar ham zamonaviylashib, besh barmoqlar ham navarochinniy bo'lib ketyapti-da. Qozoq tilida barmoq so'zi savsaq deydi. O'zbekchada barmoq deydi. Barmog'imizga qo'ydik, mana shu ot go'shti, qoqi, mana qazilarni ham ichovlari bilan qilib ko'rasiz. Mana bu qartalarni qaranglar, mana buni oppoqligini, oppoq paxtadek bo'lib ketganda. Mana shunaqa Bekosiyocha besh barmoqni yeyman desanglar, albatta Bekosiyoga kelinglar. Shunaqa svejiy go'shtlardan, qazilardan, mana shunaqa qoqilardan mana ko'rib turgan mana shu besh barmoqlaringizni Xudo xolasa mazza qilib yeb ketasizlar. Qani, bo'lmasam Bekosiyoga marhamat.